Buning imkoni yo'q. Yillab begonalarda yashab qanday o'zgarib qolishimiz mumkin? Ammo 3 yil avval bunday emasdi-ku. Nima? Sevishgan edingiz. Bu axir Qattiq sevishar edingiz. U yoningga vertolyotda uchib borib ota-onasiga quloq solmaganda. Senchi? Sen ham xushingni yo'qotayozganding. Bu axir muhabbat emasmi? Haqiqiy muhabbat shu. bu avval edi. Я помню те вечера, мы жили в хрущевке вдвоем. Galatiya, bir-birimizni sevib oila qurdik. Unda nega muhabbat g'oyib bo'ldi? Nikoh bu eksklyuziv munosabatlar degan fikrdaman. Er-xotinlar endi ortiqcha urinishlari shart emas. Nikohda muhabbatni saqlab qolish imkonsiz.